Assalomu alaykum akalar, hammalarga. Kech bo'lganda video qilishga harakat qildim. Робот. В спину. 60. Assalomu alaykum hammaga. Kech bo'lganda video qilyapman. Hozir bir xabar eshitib qoldim. Shu obunachilaringizga, teng kuzatuvchilaringizga deyishdi, Otaxongo taksi park egalari. O'shanga taksi parkka ketyapman. Muammo qayerda bo'lyapti hozir? Yana bitta muammomiz bizni boshlandi taksistlarda. Hali Asko degan nima chiqqandi hammaga. Asko degan sug'urta chiqadi. Boshda indamadi. Mana endi уже 1-dekabrdan shu majburiy deyilyapti. Yana bitta bizga bosh og'riq, yana bitta rasxod. Session uchun qildik. Endi bu ham majburiy deyilyapti. Agar qilmasak, litsenziyamizni bekor qilish xavfi bor ekan. Litsenziyamizni bekor qilish xavfi bor ekan. O'shanga hozir men taksi park kelyapman. Mana videoni o'chirmayman iloji boricha. Agar ruxsat berilsa videoga olishga hozir mana agar odam ko'p bo'lmasa ofisda shunday kiraman, shunday video qilaman akalar. Mana shunday keldim taksi parkka, hozir batafsil bilamiz. Otaxongoga keldim. Hozir biroz shopirlarimiz noto'g'ri tushunishmasin deb bo'lyapti shu narsalar hozir. Xo'p. Endi hozir akalar realniy video bo'lyapti bu yerda. Uzmasdan kiryapman mana. Otaxongoga keldim. Taksi park o'sha hali 100 so'mlik. Taksi parkka keldim akalar. Endi hozir bitta salomlashib olaman. Ming bor uzr videoga sizlarni so'raymiz agar ruxsat berasiz. Yaxshi gaplashib ketaman. Assalomu alaykum Otaxon aka. Charchamasdan yaxshisiz aka, video bilan kelyapman. Ming bor uzr. Hali telefon qildingiz hozir. O'shanga yana bitta bosh og'riq chiqibdi deb YouTube'ga video olib turdim aka. O'shanga Otaxon aka xafa bo'lmaysiz, syomkani davom ettiraveraymi? Gaplashamiz aka. Ruxsat berasiz, siz ham olaman. Aka, o'sha telefonda aytdingiz hozir ogohlantirib qo'ying obunachi shopirlarimizni. Deysiz Otaxongoda ishlaydigan odamlar ko'p bizda. Mana akalar keldi. Mana rahbari Otaxongoda rahbari mana shu inson, o'sha 100 so'mlik nomi chiqqan taksi park. Xullas o'sha 083 qildik do'stlar. Hamma litsenziyalarni qildik, mana majburiy qildi. Mana Asko ham chiqdi. Yurdik. Mana endi Askoni ham hozir Otaxon aka telefon qilib majburiy qilib qo'yyapti 1-dekabrdan dedingiz. O'shani ogohlantiring shopirlarimizga. Biz shopir bo'lmasa ham kim kuzatuvchilaringizga dedingiz aka. Kelyapman. Xullas Otaxon aka bir o'zingiz gapiraverasizmi? Men asabim buzilib qoldi to'g'risi. U narsani to'g'risi ham o'ylab topmagansizmi? 083 o'shanga aka bir gapirib o'zingiz nima narsa u, nima bo'ladi agar shuni qilmasak. Xo'p, Asko sug'urtasi bo'yicha tushuntirib o'taydigan bo'lsak akalar, hurmatli haydovchilar. Bitta bizning taksi parkda biz O'zbekiston bo'yicha hamma Asko sug'urtasini qilishga majburiy bo'lyapti 1-dekabrdan boshlab. Kim agar Asko sug'urtasini qildirmaydigan bo'lsa, avtomatik narxi 5% gacha sun'iy oshirilishi mumkin. Ikkinchisi, 48 kunning ichida Asko sug'urtasi qilinmasa, litsenziya vaqtincha ishlamay qolishi mumkin. Litsenziyasini cheklov qo'yapti. Qachonki Asko sug'urtasini olasizlar, mana shuni. Asko sug'urtasini olganlaringdan keyin buni screenshot rasmga olasizlar. Rasmga olib turib, poddeshkaga tashlab, menda Asko sug'urtasi mavjud. Iltimos ustuvorlikni qo'shib beringlar deb yozib yuborsalaring, poddeshka avtomatik ko'rib chiqib, bu narsani qo'shib qo'yadi. Asko sug'urta mijozlarda xavfsizligi uchun kerak bo'ladi. Nimagaki, qanday xavfsizlik deyishlar mumkin? Har xil insonlar chiqadi. Mashinada avtohalokat bo'lib qolishi mumkin, qandaydir holatlar bo'lib qolishi mumkin. Haydovchi orqadagi mijoz uchun javobgar shaxs hisoblanadi. Ming taksi bo'ling yo ko'chada bironta o'rtog'ingiz olib keting, javobgarsiz bo'lasiz. Endi o'shalar holatlarda baxtsiz hodisa bo'ldi, yo yuragi ushlab qoldi, infarkt bo'ldi, yo boshqa hokazo bo'lib qoldimi, Asko sug'urtasi u uchun sizlarga zarar qoplatmaydi, o'sha mijoz uchun zararni qoplab beradi. Sababi bekorga bu qilinmayapti. Bu narsa Transport vazirligi tomonidan chiqarilgan qonun bo'yicha qilinyapti. Nimagaki buni biz ixtiro qilganimiz yo'q.
litsenziya, oskop sug'urta, 083 forma, u o'zingiz sog'lomligingiz to'g'risida yuqumli kasalligi bormi yo yo'qmi, sog'lom deb chiqarib bersa, o'shanda taksi faoliyatida ishlashingiz mumkin. Endi bir xillarda bo'ladi, yuqumli kasalliklar, tuberkuloz, mana shunaqangi har xil kasallik, onkologik, bironta yuqadigan teri kasalliklar bo'lishi mumkin. O'sha haydovchilar uchun mumkin emas ishlash. Ya'ni bu narsani ichiga mana noto'g'ri tushunmanglar, tanada oq dog'lari bor, yuqumli bo'lgan, yuqumligi. Oq dog'lar ko'p yuqmaydi, ammo shuni yuqumligi bo'ladi. Ana shunaqangisi bor haydovchilar ham ishlash mumkin emas. Nimaga taksi faoliyatida bu narsa bekorga sizlarga 083 forma qilinmayapti. Hozirgi kunda oskop sug'urtasining narxi 90 ming so'm. 3 oyligi 90 ming so'm. Hop, 6 oyligi 160 ming so'm, 1 yilligi 360 ming so'm bo'lyapti. Mana shu narsani iloji boricha qildirib olinglar, hurmatli haydovchilar. Bular sizlar uchun kerakli narsalar. Shaxmat, oskop sug'urta, litsenziya. Bu kiryapti yana 083 forma aptechka. Mana shu narsalarni mujassam bo'lsa, endilikda hozir ko'pchilikda chiqyapti nakleyka uchun ruxsatnoma. Bu muammo har kimda ham bor. Bu ikki xil toifada bo'ladi. Birinchi toifasi taksopark tomonidan, Otaxongo taksopark tomonidan mana shunday narsa qilib beryapmiz. Bakka, как положено, shahar, misol uchun 40 nomer bo'lsa, Vodiydan Farg'ona, Qo'qon shahar, mana shu 40 nomerdagilar uchun qilib beryapmiz. Endi 50 ga ham qilib beraveramiz, 01 ga ham qilib beraveramiz, atay bu faoliyat turi bor. Maygodan olsalaring, hozirgi kunda narxi Maygodagi 1 milliongacha bo'lyapti. Bizda 1 yilligi. Bu narsani ham olsalaring, bizda bu narsa hozirgi kunda narxi 450 ming so'm chiqarib berganmiz. 1 yilga. Regionda farqi yo'q. Regionda farqi yo'q. Inshaalloh qo'ldan kelgancha qilib beraveramiz. Ammo Maygo orqali olaman sizlarni, u orqali ham olib berish imkoniyatimiz mavjud. Yo, Otaxon aka, hozirda savol tug'ilyapti. Shuncha yil qo'shmadi buni. Endi nima bo'ladi, nima o'zgaradi? Maqsad soqqa qilishmi birozda hozir? Yo'q, bitta narsa borki, aka, maqsad soqqa qilishda ketmayapti. Endi davlatimiz tomonidan chiqarilgan qonunlar bo'yicha biz bo'ysunamiz. Yo, to'g'ri, bu narsani tushunaman. Nimaga shuni Yandexda boshida qilmadi shu narsalarni? Bu narsa hozirgi kunda Rossiyada ham yo'q. Bu narsa Rossiyada ham yo'q. Nimagaki Staroxovga bitta sug'urta qilinadi, o'zi chiqib ketiladi. Adiniy litsenziya qil, mana unaqa qil narsa degan narsa Rossiyada ham yo'q. Endi O'zbekistonda Yandex o'z yuridik manzilini ochgan hisobiga konkurentlar ko'p. Hozirgi kunda olinadigan daromad solig'i ham avtomatik API'si ulandi Yandexga. Ulab turib, soliqlarni sizlar ovora bo'lib to'layotmaysizlar. Mana shu orqali to'la yuraverasizlar. Daromad, taksidan topgan daromadlarni oldinlari 100 milliondan o'tsa deyiladi. Hozirda endi 1-dekabr elita 1-yanvardan boshlab 1% ga o'tasizlar. Ya'ni luboy hammasi o'zini band qilish. Yo'lovchilar yengil avtotransport vositasida toshish uchun olingan har bitta o'zini band qilgan haydovchilar daromad, aylanma, o'sha daromad necha pul topgan, o'shandan 1% to'laysizlar xolos, endilikda. Ungacha 4% nalog to'lab turadilar, faqat undan mustasnolar bor. Kimlar? O'zini band qilmagan bo'lsa, ishlab yuraveradi, u uchun nalog chiqmaydi. Atay uni kunlik taksoparkdagi taksopark komissiyasi avtomatik 12% bo'lib ketadi. Yandex komissiyasi ham o'shanga qarab turib 12%. Где-то 26% ishlaysizlar. O'zlarini band qilmasalar. U o'zlariga minus, nimagaki 100 ming topsalar avtomatik 26 ming puldan chiqib ketib qoladi degani. U hisobini olinglar, qaysi biri vigitni bo'lsa, o'sha vigitni bo'yicha ishlaydi. Bu haydovchilarga biz nima o'tkazish emas, o'zimiz hukmimizni davlatimiz tomonidan chiqarilgan qonunlarga bo'ysunamiz. Nimagaki qonun doirasida har bitta ish mustahkam joyda qoladi. Agar kimdaki mana shu qonun doirasidan chiqadigan bo'lsa, o'z jazosini oladi, bilasizlar. Bu nimagaki biz o'sha qonun doirasida bo'lgan har bitta yaxshi ishlarni biz sizlarga aytib boramiz. Endi bizning gapimizni kim negativ bo'lsa, negativ, o'zing uchun bilib olgin, sen kerak odamsan. Ammo tarqatib beradigan ham negativ. Nimagaki yomonlaysan,
sen unaqasan, sen bunaqasan, ammo u narsani men chiqarmayapman. Yo'q, Buni davlatimiz chiqaryapti. Aka, shu davlat nimaga shuni oldinroq chiqarmasa, endi aka, endilikda O'zbekiston Respublikasi hozir ves dunyoda o'zi tanilyapti. Yo'q, Rossiyada ham yo'q deb turadingiz buni. Yo'q, Rossiyada yo'q, O'zbekiston rivojlanyapti. Aka, Rossiya ko'p joylar davlatlarga sanksiyaga tushgan. O'sha hisobiga Yandex'da yuridik manzili Dubayga ko'chgan. Yuridik manzil Dubayda turadi. O'sha hisobiga Yandex hech qayerga sanksiyaga tushmaydi. Yuridik manzil Dubayda, Dubay hech qayerga sanksiyaga tushgani yo'q. Rossiya tushgani hisobiga endi o'zini aholisiga addiniy narsa. O'zbekistonnikida boshqa narsa. Bunga o'zi gapingizni bo'ldim. Aka, bu 1 yillik necha pul deyapsiz hozir shunda? 360 ming. 360 ming. Ba'dan 380 mingga sizdan qilsak 380 ming so'm bo'lyapti. Nima, litsenziyangizda 380 ming so'm qilyapti. 380 ming so'm bo'lyapti. Ada yagona narsa 420 ming bo'lyapti. Hozir aka, endi qarang. Buni qil, uni qil. Hozir buni qilganimizdan keyin yana bir narsa o'ylab topmayman aka. Endilikda siz bilmaysizda buni bu narsani aka aniq bizda endi qanaqa qonun ishlab chiqariladi. Endi yana bitta narsasi qoldi. Endi eski Sovet davlatiga qaytadigan bo'lsa, eski paytida taksi parklar shunaqa bo'lganki, har bitta chiqarilgan haydovchini davleniyasini o'lchab, boshida taksi parkiga har kuni har kungilik holat bo'lgan, mashinasini texosmotor qilib chiqarilgan. Endilikda bu narsaga bitta narsa yangilik kiritilishi mumkin. Bu meni taxminiy fikrim, hali bu narsa yo'q. Endilikda agar o'sha tuman yoki shaharda addiniy xususiy klinikalar ochilishi, haydovchilar endilikda agar bo'lsa yangilik, bu meni fikrim. Bu yana bilmayman. Straxovka bu o'ylab topiladi bu narsa. Nimagaki qanchalik tushunib tursa, hammamizni o'zi mana shu yurtimiz uchun bo'lyapti. Tushirib turgan jarimalar hammasi endi u haydovchilarga oson emas. Nimagaki biz orqamizdan bo'lamiz, biz xalqmiz. Xalqmizmi bizni orqamizdan bo'ladi. Nimagaki mana shu davlatimiz bizni davlat. Bizni ona yurtimiz. Mana shu rivoji uchun agar ishtirokga tushmaymasalar, qonun qoidadan joyga qo'yinglar. Mana men uni o'shalarni ham sizda shtraf yo'qmi? qonun doirasida. Aka, sizda shtraf yo'qmi hozir? Aka, hozirgi kunda menda ham bor. Bor, Luboyda bor-da. Bor, hammasida. Nimagaki buni inkor qilib bo'lmaydi. Hozir O'zbekistonda kredit olmagan, nimasi bu jarimasi bo'lmagan odam yo'q. Nimaga yo'q holatda tushib qolasiz aka, bilmay qolasiz. Asabiy holat, rolda taksichilikda nima ko'p. Asab bo'lish. Akalar bitta narsani bilib olinglar. Bir kun o'lamiz, hammasidan qutulamiz. Yo'q, haqiqiy savol javob bo'lsa kerak. Endi aka, u narsani Alloh bilguchi, men misolcha hammaga aqllilik qilishmas, ko'plingdan yoshman, ko'plingdan kattaman. Hali nima deydi? Men bilganimni sizlarga aytaman. Chidasak, inshaalloh ajrini u dunyoda olamiz. Biz hammamiz bitta narsa uchun chiqqanmiz. Farzandlarimizni boqish uchun, ota-onamizni boqish uchun, kommunalkamizni yopish uchun. Nima? Mana shular har bittasi ibodat hisoblanadi. Men domlalik qilish niyatim yo'q. Men bilgan domlalarimdan eshitgan gaplarimni sizlarga aytib o'tib ketaman. Sizlar ko'chaga chiqdilarmi? Sizlar urushga chiqdilar. Как Ali nima deydi? O'sha urushga chiqib, o'sha farzandlik uchun ko'p narsaga chidab turib qaytib kelasizlar-da. Bu ko'pchilik dardi, bu narsani bilaman. Ammo chidaylik akalar. Bir kun hammasi yaxshi joyga tushib ketadi. Bir kun bitta katta yangilik bo'lib ketadi. Uni Alloh bilguchi, biz hech nimani bilmaymiz. Yengilligi ham bo'ladi, har bitta qiyinchilikda ortida yengilligi bilan keladigan. Faqat chidaymiz, sabr toqat bilan akalar. Hozir endi men o'zim akalar, men nima demoqchiman? Hozir ana eshitiling gaplarini. Hozir otaxon akam shunaqa gapirishyapti-yu, lekin bu gaplar bari o'ylab topmagan u narsani. Ya'ni negativ yozib, bu o'zlari aytishyapti, domlalik qilish niyatim yo'q. Bu deysa, endi bunday narsa bo'lyapti. Meni bu shaxsiy fikrim akalar. Hali qurbaqani muzli qozondagi suvga bitta tashlasangiz, vaq qilib chiqib ketadi. Hali issiq suvga tashlasangiz, vaq qilib chiqib ketadi. Gazni sekin buralyapti, qurbaqa qanaqa qilib pishib qolgani bilinmay qolar ekanda. Xuddi tipa shunga o'xshagan narsalar. Majbur deyishyapti. Endi baqa, o'sha bularga endi Yandex kattasi ogohlantiradi. Manfaatli bo'lsin, ertaga yana pullarni barakasi qochmasin deb xochni xoch qaysi taksoparkda bo'lishingizdan qat'iy nazar bu narsa o'zi mana 5% deyapsiz otaxon aka. 5% ga chiqib o'tadi. Litsenziyani bekor qilib olishi mumkin. Litsenziya oshqobda olgungacha bekor bo'lib yo'q bo'lib qoladi.
ayniqsa Toshkentda ishlaydigan haydovchilar uchun og'ir kechadi. Nimagaki litsenziyani olib qo'yildimi? Hozirda vodiyda litsenziya olib qo'ysa ham ishlash, zakaz berish imkoniyati bor. Poytaxtda bu narsani olib qo'ydim, zakaz to'xtaydi. Prosta endi to'la-to'layganda shtrafini to'layapmiz aka, tushyapmiz, majburmiz. Mana MIPlarga chiqyapti shtraflarimiz. Endi bu Askosini 360 ming ekan, 3 oylik qildiramasangiz 90 ming ekan. Eng qiziq tomoni, agar 90 reytingingiz 90 dan tushirmasa, 3 oy ichida agar 1 yilga qildirmoqchisiz, 1 yil ichida qilmasa, pulni qaytarib berilar ekan. Agar shunaqa endi balki avariya holatlar bo'lgandir, shopirlar o'zi zo'rg'a yashasa, u klientga biror narsa bo'lgan bo'lsa, shu ani qilib berolmagandir, shunga o'ylab chiqishgandir balki. Endi boshimizda shu ham bor ekan. O'shani sen aytaman, akalar, taksichilikdan ketish kerak deb ko'pchilikni o'tgan safargi videomga ham nima qilish, taksichilik shunaqada, ber, uyingga qolganini endi hamma o'zi biladi. Otaxon Go prosta bu yerda hozir ogohlantirib, shunaqa narsa bo'lyapti. Birinchidan fakt уже bizga keldi. Уже bular endi taksafar katta. Keyin ko'pchilik so'raydi, nimaga otaxon arzon taksafar? Nimaga arzon? Shopiri ko'p. Ancha-muncha shopiri bor. Bu kecha ochilgan taksafar bas akalar. Taksafar necha yildan buyon faoliyat ko'rsatyapti aka? Hozirda 3 yildan beri. 3 yildan buyon mana faoliyat ko'rsatyapti. Bundan oldin taksapaklari bo'lgan. O'sha Piraski nima qilmaymiz, shu an hisobidan endi ular sotilib ketdi, boshqalarga o'tib ketdi. Otaxon Go bu kecha ochilgan shopirni to'plash uchun aksiya qilib, nima qilingani yo'q. Arzon qilingani yo'q. Shu baraka bo'lsin shopirlarga, kam bo'lsa ham bizga qolsa shu hali Xitoy stil ko'pdan ko'p qoladi, kamdan kam qoladi deganda shopirlari ko'p. O'shani hisobiga Taksopark mana pastda nomerlar bor. Telegramdan yozinglar, texpasport oldi orqasi. Keyin aka buni Askoga yordam berasizmi agar chiqsa? Xo'p, qilib beralasizmi? qilib beramiz, faqat sharti bor. Agar mana shunaqangi biz mana uni qilamiz desa, uzun narsa orqali olib berish imkoniyatini qilib berishimiz mumkin bo'ladi. Variantgami? Variantga. Yo'q, naqd pulga misol uchun 90 ming xohlasak aytaylik 3 oyligiga. Men ustiga qo'ymayapman. O'zini narxiga, menda nimagaki haydovchilarni tepasidan foyda olishni men yomon ko'raman. Nimagaki haydovchi nimaga uchmoliga o'xshaydi. Sizni bilan ozgina terib yig'ib kiradi-da. Shunaqa. Qanday o'sha litsenziyadan foydani olmasa ham, u uchun ana shu bir kunlik gazini quysa, men xursand bo'laman. O'shaning uchun men litsenziyadan foyda olmayman. Oskop sug'urtaga foyda qo'ymayman. Kelsin, beminnat qilib beraman. Beminnat qilib beradi. Yo'q, endi misol kelishalmasa, chunki bizni aka butun respublika kuzatyapti-da. Chunki mana menga ham vohadan telefon qilib ulab qo'ying deyshadi, ulab qo'yamiz. Toshkentda misol uchun aka butun respublikada nima bo'ladi? Agar o'shalarga qanaqa Telegram orqali qilib beralasizmi? Misol onlayn qilib. Mana onlayn qilib berish imkoniyati bor, faqat o'sha nasiyaga qilib berish imkoniyati. Yo'q, nasiyani gapirganimiz yo'q aka. Faqat nima demoqchiman? Misol uchun hali men qildirmoqchi bo'lganimda aytdingizki, mashina o'z nomingizda bo'lishi kerak deyapsiz. Chunki hammani mashina o'z nomida emas, balki men o'zim nomimdadir. Mashina o'z nomida bo'lishi kerak. Agar bo'lmasa nima qiladi? Bo'lmasa o'sha mashinaning egasini pasportini tashlaydi. O'zini shaxsiy pasporti, mashinaning texpasporti va telefon nomeri. Mashinaning egasi ham обязательно kerak bo'lar ekan. Mashinaning egasi обязательный pasport kerak bo'ladi. Pasportini o'zi kerak bo'ladi. Kerak bo'ladi. Yo'q, bas, rasm bo'lsa bo'ldi. Pasportning rasmi. Pasport, ikkala pasportning rasmi bo'lsa, texpasportning rasmi, telefon nomeri. Bo'ldi. Shuni bersa qilib beraverasiz. 3 oyga 90 ming so'm. 90 ming. Agar litsenziyalarni ko'ramiz, ish jarayonida, endi 1-dekabrda kutamiz. Hozir aka bu 100% misol shunaqa xabar keldi. Litsenziyasini bekor qilib olish fakt emas-ku, lekin shu foizlar sun'iy ravishda oshirishi ehtimoli bor deyishyapti. Uje yangi shunaqa qiladi. Boshida litsenziyani ham Toshkentda qilib oling deb ishlab yurdik. Mana litsenziyani tiqishdi. Keyin 83 uje majburiy bo'lib redlar boshlandi. Ertaga bunga ham red pet bo'ladi, ishtirok qiladi. Lutsi qilib olish kerak. Menasini emsin, boshqa nima qilamiz endi hozir. Mana shu berda bu gaplar, bu video menimcha ko'pchilik yoqmaydi. Men prosta xabardor bo'ling deb, foydali bo'lsin deb akam aytdilar, foydali bo'lsin obunachilarga, kuzatuvchilariga. Lekin biz rost yomon ko'rishadi, kommentariyalar yoziladi.
like, podpiska qiling, shunaqa shopirlarga jo'nating, o'zimizga o'xshagan mehnatkash Yandexslarga. Otabek akam prosta aytishdiki, xabardor bo'lsin, bizda ishlab turgan shopirlar, kimdir Telegram gruppamizga kiradi, kirmaydi. Sizni ham kuzatadigan shopirlar ko'p aka. O'shanga foydali, manfaatli bo'lsin deb chaqirishdi. Hozir chaqirishmadi, telefonda gaplashib, "Qo'qon" dedim, o'zim kelib aka bitta masalan to'q ko'rdilar, to'ppa-to'g'ri kirib keldim. Akam umuman nima qilishmadi. Tap etib qilishdi. O'shaning uchun akalar taksichilikda yoshlarga haligi o'tgan safargi videom. Endi hamma sohada bor. Bitta biz taksi sohamizda emas, hamma sohasida o'ziga yarasha bersen beradi, bermasan shunaqa ekanda akalar. Endi shunisini ham qilamiz ekanda. Yana videom cho'zilib ketdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar. Mana shu problemani ko'tarib chiqdim hozir. Rahmat hammaga.